Assalomu alaykum hammaga. Bizda yangi devor mebel. Xo'p, shu so'zda biz eski mebellari bor. Shulardan foydalanib devor mebel tayyorlaymiz. Sekin ko'rsatib. Korpusimiz tayyor bo'ldi. Xo'p, bu yerda ikkita chekka taxmon pastdan tepaga qarab taxlanadi. O'rta garderob bo'lyapti. Tagida polkalari ham bor. Kalta kiyimlar uchun. Xo'p, tayyor bo'lib qoldi. Mebelimizni korpusi tayyor bo'ldi. Bu ikkinchi xonamiz. Xo'p, bu yerda ham ichiga eski dispeylar ishlatganmiz. Xo'p, bir yog'i taxmon, bir yog'i garderob, o'rta polka bo'lyapti. Sekin ko'rsatib. O'zi birinchi xonasi tayyor bo'ldi. Xo'p, arzon variantda bo'lyapti. Eski dispeylari ichkariga ishlab ketgan. 100% oshirmoshlar vakuum, qora turbali ruchkalar. Eski dispeylari ichki qismida. Bugun bunisi tayyor bo'ldi. Xudo xolisa, narigisini ham qo'yib ko'rsatamiz. Yan devor mebeli tayyor bo'ldi. Ichki qismiga bu xonada ham o'zlarining eski dispeylari ishlatilgan. Har xil dispeylar ishlatib o'rilgan. Oshimoshlar vakuum, qora turbali ruchkalar. Bu yerda ham bir taraf polkali, bir taraf garderob, bir taraf ko'rpa taxlashga taxmon bo'lgan. Bu garderobli tarafi. Xo'p, ikkita xonamiz 8 million so'mga mana shu holatda tayyor bo'ldi. Qanaqa chiqdi? Mulohazalar kommentariyada kutib qolamiz.